Ne? O cümlesin ahır abdul ketdi. Tez boshim tez bit qilan. Yo. Bu da cümlesin bo'ladi. Cümlesin tez buncha budunlik jamoa deydi demakda. Art. Cümlesin buncha kech bo'lib ketdi. O ustozimda anchagina kaltakni gapirini eshitaman. Anchagina gap eshitadigan bo'ldim. Qornim ochiq. Ertalabki choy ichib kelmayapman. Mayli, uyda o'zi ro'zg'or tugadi. Bugun olib borishim kerak. Akанcha obunachilarni salomlashib hammaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan yana She'r Uzubi kanali. Bugun sizlar bilan men maktab o'quvchisi bo'laman. Men maktabda o'qiyman va men eng yomon o'quvchiman, chunki men bezorman. Jinosin bugun ham uxlab qolibman. Qani endi sinfimiz. Nega domla kelgan. Assalomu alaykum domla. Va alaykum assalom. Joyiga tezsiz o'tir, buncha kech qoldik. Uxlab qolibman-da. Sen doim uxla. Bugungi mavzumiz bizlar matematikada o'rganamiz. Yaxshi. Qo'lda ruchka daftar ruchkam qolib ketibdi, jinosin. Mayliga. Do'stlar, meni ismim qanday bilsangiz, meni ismim Tom. Tom, doskaga chiq. Ustoz, mendan boshqalarim borki, qancha qo'l ko'tarayotganlar borki, bitta meni chiqarmang. Gap qaytarmay tezsiz doskaga deyapman. Mayli. Ustoz. 2.800 ga 5.200 ko'paytirsang nechi? Shunaqa ham qiyin savol yuradimi? Ustoz, bu baribir ham qiyin-ku. Qanaqa qiyin? Axir sen katta sinf bo'lib qolding, shuni ham bilmaysanmi? To'nka. Ustoz, uni nima? Daftar ruchka bormi? Uyga vazifa qilinganmi? Ustoz, daftar ruchka uyda qolib ketibdi. Uyga vazifa qilmadim. O'ziga qolib ketmabsan-da, o'ziga qolib ketganda yaxshi bo'lardi. O'tir joyiga, senga bugun 2. Endi bugun. Nima kulyapsan o'zingdan? Bitta savolga javob bera oladi. Hali men seni urib o'ldiraman, haymi? Jim bo'linglar. Joyiga o'tir, Tom. Ustozlarning qani kulmasin. Men seni darsdan keyin nima qilishimni ko'rasan, qarab tur. Unda o'tishni boshladik. Bo'pti ustoz, men darsdan. Mayli, hammaga xayr. Bugun javob. Berkisanchi. Mayli, u yozibdi. Sen bugun meni ustimdan kulding-a, to'xta deb buni. Bugun meni ustimdan kulding-a. Nima edi? Boshqa shunga nima qilaman? Hozir senimi? Jinosin. Daftar bu. Senga. Yaramas. Ol shunga. Yaramas to'xta. Urma. Qanaqa seni? To'xta, qayerga ketasan? Qochma. Yaramas. Men axloqing uchun yaramas. Jinosin, yaramas. O'zi birinchi bo'lsa tag'in menga nima qiladi? Yaramas.
do'stlar ko'rib turganingizdek men oshiqaman. Endi siz bu magazinga bor narsa olsak bo'ladi. Bu qanaqa magazin? Bu gul magazin, to'kil magazin. Assalomu alaykum aka. Vaalaykum assalom, nima kerak? O'zim olaman. Bugun steak yegim keldi ekan. Bir tilla sabzi. Grilldan olsak bitta qonim to'yadi. Uyga rasvot qilyapman. Aka, mana bitta sabzi, bitta steak, bitta 30 bitta non, keyin bitta grill. Ukam 16 tangiz bo'ladi. Bo'ldi, men qochib ketyapman. Endi bitta tarvuz yesammikan? Mayli, keyin aynib qolar uyda. Baribir ish bor, endi ketdik. Yaramas boyag'i meni nervimni chiqardi. Yaramas pulimiz qoldi endi. Endi uyda ham pulni to'layman deganimcha uy anaqa bo'ladi. Mayli. Yaramas jahlimni chiqarishini qara o'zicha. Холодильник сопayıp geçiyor yarım. Olacak küçükken bitir oynasam. Hoppa. Yani kompütür. Canımızın kompütürüm bozuldu. Almasızlık eder, almasızlık eder. Yine ne alamayın da. Yani salpıcı evet ki demli oğlan müzikini yaklıkken huydu. Hey, işte aç! Ekmedi bu. İşte Stepan. Hazır. Assalamu aleyküm. Aleyküm assalom. Sen mi benim oğlumni xafa qilgan? O'g'li so'zi birinchi boshladi. Nima unday gap qaytarma. Sen birinchi boshlagansan. Men seni hali sudga beraman. Sen shuntakani. Любой joyisiga bering. Любой xohlagan joyisiga bering. Sen o'zing kuchli deb o'ylama. Men seni yoraman. Hali qarab tur. Yaramas. Endi boring. Yaxshi qo'limdan yana qildi. Yaxshi qo'limdan qildi. Qo'shini mayli. Hozir nima qilarkan? Men ketgancha uyni yo'q qo'yib qo'y. Qayerga ketyapsan? Sizga nima yey? Endi bilaman shu. Endi bugun ko'p tugagan. Endi bugun boraman. Butun o'sha bo'lada alam olib kelaman, ketdim. Yo'q. Talasini uraman, ketdim. Yaramas zadasini uraman va yo'q qilaman. Menga qara. Endi sen o'g'ring bilan qo'shib qol. Bitter bo'lsin. Endi men hammadan qasosimni olaman. Butun maktabdagi hamma joyni yo'q qilaman. Bungacha mana shu yerda dam olsam uyga boraman deb uy isib ketdi shunday. Endi shu yerda dam olib hozir 1-2 soatdan keyin obedga smena keladi va ashurada yo'q qilaman bir urib. Unday ketdim. Lekin undan oldin men silli narsalarim ashudam ozgina ye. Endi boshladik.
Yaramas maktab. Mana do'stlar, men olgan qurollar endi yaramas maktab. Jimson. Bu yerda hech bo'la qolmaydi. Yana maktab ichidagi barini otib tashlayman. O'ldiraman. Mana qo'limda kalashim bor. Yaxkina, давай, chiq. Davta chiq, hozir pushlarni kimlarga yediring. Bugün kalashni drapushni o'ldirsa Allohdan. Yana qayerdandir yuribdilar. Yaramaslar. Undamasa hammasi o'zidan ketadi. Hali o'zimni sinfimni qo'rqib tashlayman. Chunki o'zimni sinfimda abitkasi mendan ko'p keladi. Voy bolakay, birinchi sinf. To'xta. Yarim. Nima sen olib tashin? Yaramaslar, mana sizlarga ovoringlar. Nima baringlar. Tirinchi. Qolmadik, mana hali bor hali. Mana ko'pgina. Yaramaslar. Jinsim bola yaramaslar. O'zimni 9 ani yo'qlamadan bu yerdan ketaman. Boshqa shaharlarga ketib qolaman. Bu yerda dalilim qolmasligi uchun mana oxirgisini 9 yo'q bo'lsin. Jinsim bu yerdan qaytib turibdim. Sakraman, lekin mana shuni bo'lsa 9. Nima? Yana 9 aydan hamma o'lib chiqaman. Mana chiqsam mayli, biz chiqaman ko'rib. Bugun maktab yo'q qoraman. Ha. 9 yaramas direktor. To'xta, qayerga ketibsan? Yaramas. Bundan narsa. Qarab turman. Buni ketish kerak, hech kim qolmadi. Oyog'imni bir to'la qayirib yubordim. Tushunsin. Bo'ldi, butun maktabdan alamimni oldim. Endi o'zimda niyatlarim bilan olg'a. Bular maktabda o'qishga darslarni yaxlit qilib. Anoyam. Mana sniper. Sniper bilan o'ldiraman. Sen yaşamaysan sen. Do'stlar, shu joygacha ko'rgan bo'lsalaringiz bitta like va bitta obunani bosishni esdan chiqarmaysiz. Va hammaga xayr.